Valyutani tartibga solish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 11-prim 1 moddasida tashqi savdo operatsiyalari bo'yicha aktivlarni repatriatsiya qilish ta'minlanmaganligi uchun quyidagi javobgarliklar belgilangan. Aktivlarni repatriatsiya qilish, norzutga to'lov yoki eksport amalga oshirilgan sanadan e'tiboran belgilangan muddatlarda repatriatsiya qilinmaganligi uchun aktivlarning summasining 5, 10 hamda 35% ga teng miqdorda qo'shimcha ravishda jarimalar to'laydi. Soliq organining talabnomalariga asosan 10 kunlik muddatda ixtiyoriy tarzda jarima to'lab berilib, 90 kunlik muddat ichida tashqi savdo operatsiyalari bo'yicha aktivlarni repatriatsiya qilish ta'minlanganlikda to'langan jarimalar summasi repatriatsiya qilingan summaga mutanosib ravishda rezidentga qaytariladi. Jarima qo'llash to'g'risidagi sud hujjati qonuniy kuchga kirgan kundan e'tiboran 90 kun ichida tashqi savdo operatsiyalari bo'yicha aktivlar repatriatsiya qilinganda taqdirda to'langan jarimalar qaytariladi. Jarima qilish to'g'risidagi ish yuritish tugatiladi va majburiy undirish uchun ko'rilgan barcha choralar bekor qilinadi. Yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo soliq inspeksiyasi tomonidan monitoring va nazorat ishlari olib borish natijasida joriy yilning yanvar-aprel oylari davomida tashqi savdo shartnomalari bo'yicha 8,7 million AQSh dollari miqdorida qarzdorliklar bartaraf etildi. Tashqi savdo shartnomalari bo'yicha 75,9 million AQSh dollari miqdorida muddati o'tgan debitor qarzdorlikka yo'l qo'ygan 189 ta soliq to'lovchilarga nisbatan jami 862,5 milliard so'mlik moliyaviy jarima qo'llash uchun iqtisodiy sudlarga arizalar kiritildi. 45 ta soliq to'lovchilarning muddati o'tgan debitor qarzdorliklari uchun 18,9 milliard so'mlik miqdorida jarimalar qo'llanilib, budjetga undirilishi ta'minlandi.